bizga hujum qildi. 2005-yil Rossiyaga yangi borganman. 2006-yil ekanda 1 yil ishlagan bu yoq qilib. Xullas biz Peterdan 100 kilometr yana tashqariga, qishlog'iga yashar edik. Shu zavodga ishlar edik. Bitta dachani snimat qilgandik ijoraga. O'sha yerga o'tirardik. Ishdan chiqib kelyapman bitta akaxon bilan. Uyga kelyapmanki, eshikni ochib kirdimki, orqamdan ikkita rus dadkalar kirib keldi, bir 45-50 yoshda. Hamma yo'q tatuirovka, nakolka. Kirib keldi, salom alayk, o'tiribmiz. Yurajon dedi, biz shu yerga смотрящий dedi. Короче, общакka pul berasan. Biz hayron, men u kishiga qarayman, akaxonga u kishi menga qaraydi, keyin bunday qaradi, qanaqa pul dedi. Biz o'zimiz dedi zo'rg'a yashab yuribmiz. Bu yoqqa chiqin narxi dedi, itarib chiqaryapti-ki, bunday qarasam orqadan bittasi cho'ntagdan ana shuncha pichoqni olyapti, haromlar. Pichoqni olyapti. Shunday nima bo'ladi o'sha yerda. Temir 1 metrlik bitta armatura bo'ladi. Shuni shunday orqamga oldim, tashqariga chiqdim. Endi unisi gaplashyapti, nima bilan akaxon bilan. Bunisi bunday pichoqni oldiki, shu peshonasiga qarab bitta soldim. Shu orqaga ketdi. Keldi-da hujumga, ana shunday qilib, men bu yoqqa hali ham izim bor. Bitta tiqib oldi ginida. Bitta tiqib oldi. Shu oyoq bilan tepib oldim. Endi o'sha payt yosh ekanda, 19 yoshda bu yerga Samarqandga endi zalga borib turardik. Bitta tepdim orqaga, yana bitta soldimki, shunday uyquga ketdi. Bunisini qarasam, quvlayapti akaxonni. Qo'liga pichoq. Keyin men borguncha pichoqni ushlab oldi. Shu kesadigan joy, o'tkir joydan ushlab oldi. Shu qon joyda ketyapti qo'lidan. Bordim orqadan bitta urdim. Pichoqni qo'yib urdi. Pichoqni akaxon oldi, dedim, "Tiqing naxi pidarrazga" dedim. "Yo'q, to'xta" dedi. Yana bitta urdimki, shu qarab qochdi, sherigiga qarab. Bu yoqdan qo'shinlar chiqyapti. Baqiryapman, "Milisa chaqir, bu yer" deyapman, shunaqa qilyapti. U bizga qarab, "Nimaga bizni bolalarni uryapsan, kelgindilar, u yoq deb meni so'kib ketdi." Endi ayol kishi kampir. Shunaqa qilib bilib ular qochdi. Uyga kelsam agar shu tutun bosib yotibdi. Bittasi shu men urgan uspet qilibdi-da, kirib o't qo'ygan nimaga, shu o'sha yerga kurtkaga o't qo'ygan, u gilemga o'tgan, hammasini yig'ishtirib olib chiqib tayladim. Nima qilib akalar u yoqqa biz baribir kelgindi-da, nima bo'lsa o'zinikini tarafini oladi. Shuning uchun shunga qarab ish qilinglar. Bunaqa urush qilmanglar, shu ishni qilinglar. Agar tegsa nima mayli, tegmasa bu shart emas-da. Akalar, mana shunaqa voqea boshimdan o'tgan meni. Cho'ntakka daromad, sog'lik, salomatlik tilayman. Tezroq uyga qaytinglar. Shu yoqqan bo'lsa, bitta like, bitta podpiska bosib qo'yasizlar bu podдержка uchun akalar. Abdushi rahmat sizlarga. Sog' salomat bo'linglar.